Oldek yotmasdan turib uylarda yig'ishtirishib yuborsangiz nima bo'lar ekan, ha? Tilshakar singlim, shu boshimni 12 barmoqlik ichagi juda ham og'riyapti deb bo'lmasa bilasani turib yordam berardi. Xo'p. O'ynab yuravermasdan mana shularni yig'ishtirishib yuborsa bo'larmikin, ha? Singlim, qo'limda jigara press berib qoldi-da, bo'lmasa senga jon deb yordam beraman-ku. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Ketamizmi? Ketdik. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, Bir alamdan qo'llab ham yordam bersa bo'ladi-ku supurishga, ey. O'zingdan kasallik yoqib olma. Ikkala qo'limni ham tizzasi shikastlangan. Bo'lmasa senga yordam berish za'fa adlomas u singlim. Yo'qol, ket. Rahmat. Ikkita qo'ling singan ekan, oyoq bilan mana shularni yig'ishtirib qo'ysa bo'ladimi? Jon deb yordam berardim, lekin mana shu oyoqlarim. Bo'ldi, bildik. Hayda. Kim bor? Sovchilarni kutib olinglar. Sovchilar. Assalom deganda ochiladi gul. Assalom deganda sayraydi bulbul. Ey Dumbul, Gulnora opani uylari shumi? Voy, bizdan keyingi qo'shnimiz. Ha, yo'q, mayli. Mayli. Opa shu hovlilarga suv sepib. Mazam yo'q-da. Nimaga sani mazing bo'lmaydi? Ha? Qayerda yuribsan? Madina bilan ko'chada edim. Nimani yashiryapsan? Bu Madinani narsalari sening uyingda turib tursin deyodi. Sundus amakining qissalari filmini namoyish etadi.